Internet представляет. Assalomu alaykum. Qanday matluba? Matbuotdan kelmoqchilar. Nima? Nimaga olib kelmadingiz? Ikkiz kelasizmi o'zi? Kelamiz. Aman so'rab o'tdi. Matluba keldim. Qani? Transport yaptıracağımız versin, oylarımız yaxshi fayzli o'tsin, xonadonlardagi tinchlik, omonlik bo'lsin. O'ylagan niyatlarimiz barchasini Alloh afzalini bersin. Yaxshimisizlar? Yaxshi qiynalmay oldingiz. Katta ketgan. हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी mana bilan beg'zodaga bir ochko bera olamizmi bularga bo'lmasa bo'pti berdik bir ochko lekin bular topib o'tdilar birinchi bor mayli sizni hurmat qilib mana bir ochkoni berib yubordilar hop ba'digina ham aktivniyroq bo'lamiz bolajonlar sizlar ham bobini ko'rganmisizlar ko'ringlarda zo'r kino вообще zo'r kino retro kinolardan hamma o'sha hit kino filmlari o'zi nima deydi vatanga bo'lgan ota onaga bo'lgan o'sha oilaga bo'lgan muhabbatni bir chiroyli qilib ko'rsatilgan ko'rsak faqat ko'zda yosh bilan ko'ramiz ho'p davom etamiz bo'lmasa janam dekh lo mit gayi duniya मैं यहाँ हूँ ये मजा आ रहा है ऐसे ये लो बस मैं बुरी मेरा नहीं निकला चिको तीन लाइस्टर में से वो मैं चेक लिया साल तीन लाइस्टर में से वो मसा जी चाहे जब हमको आवाज दो हम है वही हम पे जहाँ अपने यही Bak önde gelen. Selam. Ya sangam emas. Eslaymiz to'g'ri Raj Kapur. Lekin sangam emas. Yana boshqa bir qo'shiq bor. Shu kino filmda. Jane kahan gaye wo din kehte the teri raah mein nazron ko hum bichayenge mening ismim Masxaraboz kino filmida. O'tirikchi maqolsang? O'tiring. Hamma narsa. Mashhur mana choy siz iching. Rahmat. Hop, sizlar to'ylar abdush o'tsin. Qizlarim yaxshiman borligim. Men bu xolamda keldingda. Boringlarga shukr. Bizdan oldin bo'lgan ammajon, hojoni yaxshi tilaklarga qo'shilamiz. Bizdan keyin bo'ladigan yaxshi tilak istaklarga qo'shilamiz. To'y bolalar katta bo'larsin, yurtimiz ko'z tegmasin. Bir so'z bilan aytganda hayot sendan so'ron pok. Tabiatdan judo qil. Mana shunday tabiat ichra mavjud nozi ne'matlardan judo qil. Bari ne'matlar ichra eng nazdir do'stlar, qadrdonlar, qarindosh urug', amma-yu hoji onalar-yu ota ona mehri judo qilsangda jonimdan ham mana shu lazzatlardan judo qil. Bugun qo'limda patnis birla so'z aytirman, sadoqatla shu patnisgar lahzalik mangu sadoqatdan, mehr oqibatdan, kimyoyu ma'sudalardan judo qilma. Mening olam aro ganjim dilimda yongan ishqimdir. Dilimda ishq atalmish ul mahobatdan judo qilma. Qaysi ko'ngilda ishq bo'lsa jahon unga gulistondir. Guliston deya atalmish ishqli jannatdan judo qilma.
kelin birla kuyov topmish o'z iqboli muhabbatdan umrlar bo'yi barchamizni o'z oilamizdan, o'z yaqinlarimizdan, ota-onamizdan, farzandlarimizdan judo qilgan. Muhabbatdan, yuraklardan aytilmoqda shu darcha hovlisida ajib bir taxt bu oshiyonni Vafo nomli imoratdan judo qilgan. Nega nolib yashaymiz, berganiga shukr qil. Ko'zimiz mana shunday yorug' dunyoni ko'ryapganiga shukr qil. Shivirlagan kechagi qor yomg'irlar gilam bo'lmoqda yo'limizda. 7 muchalimiz sog' salomat bo'lib, Abmajon Toshkentlarga borib, Banisalarda shifo topib, yana kelib farzandlar yaqinlar atrofida 7 muchalik sog' salomat bo'lib, shunday to'yda xizmat qilib turganiga shukr. Bolanglarga shukr, sog' bo'linglar. 100 ga kiring, hamma 100 yoshli yubileylaringizda mana shu yerda kelgan hamma qatoridan xato qilmasdan ma'qul jamiyan olib kelamiz. Bundan ham chiroyli o'tkazaylik. Adam qarang. Yashang. Bizi qadrdonimidilar. Ishida Rosa ko'rgim keldi. Uchrashib qoldik. Ish Ko'rdingiz. ketdim. 6 ta bolani uy-joylik qilish, siz ko'rish boshlaganingizda bittasi ham uylik joy. Ay kechagi baylisam ishongan do'stlarim To'g'ri ekan-ey. tashlab ketsa ham suyanchiq sevguli Katab ketdi. Yo'q, mendan hamma ko'rinar ekan. Ha, beda ko'rinadi. O, yerlardan Ha, Botir aka. Qahramon bilan Dostonbek To'g'iz bilan bilyard o'ynashadi. yaqinroq qo'yma, yaqinroq. Qahramon salom. Iya, kita sudah berusaha. Olinya, oh, itu kan. Yugurmayna bolam. Oftobda pishib o'tdi. Gulga beringlar. Osh yeysiz qizlar. Başka sıkmayı da Vilka'ya. Milkada yeymiz. O ağır git gösterdi bu gende ya. Hindistan doğrusunda başınızda şöyle çıraylık gösterdi. Geleceğim. Allah'a emanet She'r aytib bering. Her kimni ham sochlariga oq tushsin. To'ylar ko'rib yelkasidan oq tushsin. Va so'nggi safar chog'ida farzandlari qo'lidan tuproq tushsin. Farzandlarimiz orqamizda qoladi. Kechada o'tiribsiz-ku. Domlamizni o'zlari yozganlari bor ekan-a. O'shani. Boshladin mi? Buncha go'zal qarashlaring lol etdi meni. Umrimda ko'rmaganman bunday nozni, hayron etdi meni. Namuncha kulgularing go'zaldir janon, agar zahar bo'lsam-da bol etdi meni. Otasi ham she'r yozarlar domla. Xo'jayinima qarang bir xil. Ha. Umr o'tib borar oqar suv kabi. Unda kechirgaysan shodlik u g'amdan. Shodligingda shukr qil, g'amingda sabr, qadriga yet har bir kun, hatto soatni. Ana adangizdan Xizmat o'tgan. misoli. Yana kimda bor? Misoling ko'rarmikanman deb temirilib eshigingga va chiqmading kutaman kelishingga. Avloding parilardanmi muncha tini zebosan, raqiblar ko'zin o'ynatib
sherik bo'lay kulishingga. O'zimniki bu ya. Rosta. Qoyil. Men bunaqa qirralaringizni bilmas ekanman. Ha, o'shanga yaxshi ko'rgansan meni. Meni yaxshi aytadi, operalarni. Shu kishiga o'xshagan bir yirik chiqsin deb. Mana. To'ppa-to'p. Sog' bo'ling. Katta akamiz hozir birinchi qiz aytadi. Keyin buni. Nima aytadi? Birinchi qiz aytadi. Zuhra aytgan birinchi, keyin Tohir aytgan. Qani Zuhra boshla. Oqshom chog'i g'amsiz boshim g'amxona bo'ldi yana aylayin. Ha. Oqshom chog'i g'amsiz boshim g'amxona bo'ldi yana aylayin. Bir so'z bilan oshno yorim Begona bo'ldi yana. Ha. man geldim yorni so'raman yuragimni o'tga toblab yor ketdi mendan yiroqlab begona bo'ldi yana aylayin u ketdi mendan yiroqlab begona bo'ldi yana aylayin. Rahmat. Yashay. Yutding Ra'no deb qo'y. Meni ikki yo'q qahramon. Ana. Aydini. Aylasin parvonalar. Harpirab yağmurun yakuvchi şarjam. Olmasa. Alpinab bağrım yakuvchi şarna canom bo'lmasa. İşte icari aile. Aslida gay hamisha ismi canım mennetar. Aslida bilan onasi artist. Tumani radikoy, выходи в Америке Ксюша, на высокий берег на крутой. Выходи в Америке Ксюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песни заводила, расстегнула сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи песни берегла, про того, которого любила, про того, чьи песни берегла. Ой, песня, песенка девичья, впереди заезд больше вслед. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Ana shu qo'shiq domlani yozib tardilar. Yürüsek kadarlaşır, koçalar ketar taşır. Kızlarımız Oğullarımız, hey! Çamandaki güllerimiz, çamandaki güllerimiz. Kızlarımız Oğullarımız, çamandaki güllerimiz, çamandaki güllerimiz. Kızlarımız Oğullarımız. Hala. Bravo, bravo. Rollarda.
oilaviy ijodiy oilalar uchrashuvi. Biz hali to'planib o'tirsakda doim to'planamiz-ku, hech qachon haligi bat mana shu yosh Kino bilan. shunaqa qo'shiqlarni aytib, anani ko'rib o'ynab, shunaqa qilamiz. Hatta turib ma'lum bilan. Yana bitta aytaymi ma'lum bilan. Qarab ko'ring. Ma'lum bilan chiqib ketib qolsa, unda qil. Mana tushamiz. Shardik bor shunday yonda. Ma'lum. Bir kun Toshkentga bordim. Mo'shtandan. Bolalar olib borman, ammasiga dedi, hammasi olib oldi. Yo'lda ketyapmiz. Hamma bolalar bor. Buni aytmaydi. Ya, aytaman. Hatta ketyapmiz. Bek deyman, ha deydi. Qashqar keldik, o'q deyman. Hozir qani deydi, o'tkazaman. Biroq Toshkentga bordik. Merevalidan o'tdik, Qashqar qishloq tog'dan chiqqanlar. Endi bolalar dedim. O'yga borganda bittadan insho olasizlar, safar inshosi. Do'qini ham safarga chiqqanda safar she'rlar yozdim, safarnoma. Safar inshosi yozsam, bu kishi nima deylar? Bunaqa shart urandi, kelmasdi. Bayizlar, yo'qsizlar. Aytdim-ku, 9-sinf shahodatnomada. Ya kelin mehmonlar. Davlat qarab o'zim, eson-omon o'sha o'ylarga borib, ijodiylarni ani chiqishlarini hammasini ko'tarib yurt oldi, el yurt oldi, ani boshqa mamlakatda oldi ham obro'yini o'sha mardavoyni bundan ham bilamiz. Mana shunaqa to'kil, fayzli, chiroyli dastur o'tish nasib qilsin. Alloh akbar. Havas guruhini mana novvoslar fermasiga olib kirishdi. Hammasi qorami? Yuring, aylanavering, narigalarni ham ko'ramiz. Voy bu. Dostonbek, shunaqa novvoslarni boqolaysanmi sen? Hozir yana bormi ag'da? Rasmga oling, rasmga. Ana ikki yonda turaylik. Yo'q, ikki yonda turaylik. Menga qarang. Yaxshimi? Ertakdagi Ana. Voy, men nevaramni ko'tar. Shahzoda keladi-ku, o'sha ovqat. Mana ne olib qo'yaman nevaram. Ichaman ekanmi? Zilola. Kim deydi? Kim? Chaqaloqchasiz mana. Ana. Maring. Ana. Amerika. Instagram'dagi Onisi ham qarab turibdi, nima seni oting? Qorasi. Ana. Hindistondagi nimaga ish qozmoq bo'lo. sog' bo'ling. Ana. Rahmat. Sog' bo'lsin. Ha, ko'z tegmasin. Va oilani juda ham xalos qildim. Ha, bitta rassom bo'lar, bitta rassomni oilasi shunchalik bo'lar, to'g'rimi? Kompozitsiyani juda chiroyli qilgan egasida. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana qarangki, Ana Matluba babchan. Ana. ha keldingmi? Kel oqam. Bu ozgina azadorman deb kelgani ko'nmadi, rosa nima qildik endi? Telefon qilib qo'ysam. Ha. Ustozni hurmati mana kelibdi. Ana. Bir tomonda farzandlarning yutug'i, bir tomonda shogirdlarning yutug'i. Sizni qattiq tabriklasak bo'lar ekanda bugun, domla. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, mezbonlar, hammamiz o'zimizga o'zimiz salom. Sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Mana uzoq yillardan beri o'zimizni qizimiz Matluba qop-qora xo'jayinlar. Nima dedilar? Yo'qmiz. O'zimizni kasbdosh, rassommiz biz. Men 1981-yilda Esa Rasululloh so'ziga a'zo bo'lganimda unda yoshlikda. Sekin o'qib hozir bizlar o'tib ketishdi. Mana bu kompozitsiyalarni maqtayaptilar. Ustozdan shogird o'tmasa, u shogird emas deyilgan. Mana o'g'lim Behzod degan o'zim
Rossiyaga olib bordim, Qirg'izistonga olib bordim, Qozog'istonga olib bordim, ishlab boshlab o'rganib, bu Besotli kompozitsiyasi bizdan o'tib ketdi endi. Bizdan o'tib ketdi. Xudoga ming qadar shukr. Usta bo'ldi bu ham, ustalarning ustasi bo'ldi. Bugun Besotbekga ikkita farzandiga to'y qilyapmiz. Allohim kuch-quvvat bersin, hammamizga sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Sizlar xush kelibsiz davramizga. Mana shundoq ham qishloqlarimizdan, ukalarimizdan, xuddi rassomlardan chiqqan bir ansamblimiz xizmat qilyapti. Ko'zda yoshlar bilan, labda kulgular bilan kutib olamiz. Bularga, ijodlarga katta barakot tilaymiz. Biz siz ham bular dunyoga hozir dong tarab bo'lishdi. Televizorda ko'ryapsizlar, radioda eshityapsizlar, kitob, jurnal, sahifalarda ko'ryapsizlar. Rahmat. Shu bir iskoti taqiladi-da. Bag'i norin, bag'i iskot. Mana bizning qizimiz juda ajoyib o'qirdi. Agar simdoshlari bo'lsa yoki bo'lsam tayyorlar bo'lsa, birorta 3 olmasdi. 4 olmasdi. Faqat 5+5 olardi. 6 medalga maktab bitirgan ba'ni aytmoqchi. Shu men bir nasihat qilaman. Shundoq qizni biz iskot usha qolamagan. Ya yaxshi. Buni Allohning ishi, bu Allohda kim bilan kim bo'lishi Allohning irodasi, Allohning ishi. Alloh shularga nima qilib nasib qildi? Mana farzandlari orqamizda, mana xo'jayinlari yonimizda, umrlari uzoq, rizqli, baxtli, iqbolli bo'lsin. Mana shu qishlog'imizga, o'zlarining qishlog'lariga ham xush kelibdilar. Ijodlaringda ulkan zafarlar tilaymiz. Bundan ham obro'li, bundan ham e'tiborli, maqomingni bundan ham baland bo'lsin. Qani Maldaxon sizga. Assalomu alaykum, hurmatli ustozimiz Yigitali Yo'ldashev domlamiz. Sizni juda ham yaxshi ko'rardim. Assalomu alaykum, hurmatli hamqishloqlar. Bizga o'sha yosh nogiron paytlarda hali ham o'shalar-yu, o'sha paytlarda ustoz bo'lib ketgan. Shunaqa havas qilardim. Madaniyatingizga, ilmingizga, qanaqa odamlar shunaqa bo'larkin deb qarab qolardim. To'g'risi domla, bu yolg'on emas. Havas qilardim-da. Falakni, gardishini qarang. Vaqti kelib, sizni farzandlaringiz, bizni farzandlarimizga havas qilib, mana to'yga chaqirishibdi. Rahmat. O'shaning uchun men kimga bo'lsa ham aytamanki, bu dunyoda qora niyat bilan emas, faqat havas qilib yashash kerak ekan. Yaxshi insonlarni sizga o'xshagan yaxshi insonlarni, mayli puli ham bor, boshqa bo'lar, lekin insoniylik bo'lmasa u bir pulga qimmat bo'lar ekan. Sizdaqa ustozlarni men o'sha paytda havas qilganman. Umringiz uzoq bo'lsin, domla. Joningiz sog' bo'lsin. Ilohim bizni farzandlarimiz sizlarga o'xshab yursin. Sog' bo'ling. Mana havas qilganlar, men yoshiga kuyov nasib qildi.